siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijalla. Bugünkü programımızda her birlerine şu Xorlangan Vicdan namlı film qo'yilgandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz YouTube kanalımızın astığı inkaslarını yazdı. WhatsApp ve Facebook'larımızda mı? Nurg'un qarindoshlarimiz o'zining tebrik so'zlarini film gibi olan o'zining inkaslarını, maslahatlarini, tekliflerini bergan bo'ldi. Allah şu barliq şu film için bizni tebrikleyen, bununla samimiy teklif bergen barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Asas jihatdan hozirgacha bir salbiy benimi yok. İnşallah Allah'a şükür. İnkas yok. Kanalımızın qarindoshlarımız o'zining bir bizning o'shunchalik bir qilgan xizmatlarimizni qo'llab quvvatlab hem amaliy bir reallık uygun şekilde vatanimizdeki zulümün kiçikkin ama zerrecilik bir kısmını mı ekran arkalık, film arkalık yoğurtup belgeligimizden bizden ait hoşal, bütün bizden film grupustaki rejissörden takip adetteki artistlarımızga ular vakalten ben hem onlarga rahmetimni bildirmem. Allah hem ondan razı olsun. Hem de film koyulup bilgen inşallah Cumhuriyet günümüz koyulgan bolsa bilgen 5 gün oldu. Bu 5 gün jarayonida hazır ko'rilish qitim sani 20 mingdan eshib ketgan bo'ldi. İki kanalga qo'ydik. İki kanalda tang şekilde mengiyotdi. Onundan başqa ular taqtirgan qarindoshlarimiz bor. Bu yerda bu qarindoshlarimizni alayda rahmetimni bildirmem. Hem de bu şekilde bizden ulanmamız orqali bu yerda shuni ta'kidlab qo'ygim keldi. Ulanmamız orqali, yani YouTube ulanmamız orqali taqib berishinglarni so'rayman. Bunu düşürüp saklab alsanlar mı buludu ama taqtishning yo'lida bizden ulanmamız orqali taqtilsa bir yerden chiqqan bo'lsa ko'rish nisbatan statistik qilsak hem ulanmaning ostida har xil uchurlarimiz var. Damalliq biz bilan aloqa qilgan qarindoshlarimiz shu uchurlar orqali yani WhatsApp numaramiz, bank hisobotlarimiz ve bizning aloqalashish nomerlarimiz degandek nimalarimiz bor. Shu şekilde biz bilan aloqa qilishadigan, taklif beradigan ve yoki başka hemkarlık şekilde işilip beraberden qarindoshlarimiz olsa bizden bevosita aloqalashishga qulaylik olsun için bizden ulanmamız orqali taqtish peshonlarni yana bir qatim so'rayman. Shuni bilan birga qarindoshlar, endi bu film nayt qisqa film şekilde bo'ldi. O'zinglar ko'rganinglardek 37 minutga boradi. Andan keyin qarindoshlarimiz dedi buning oxiri qanday davomi bormi? Buni oxirini qachon ishlaysizlar? Buni oxirini qachon ko'ramiz degandek suallar oldu. Ben bir yerde bunun ahirini işleş veya ki başka şekilde vatanımızı bulavatkan zulümlerini nurgun vakalık var, nurgun reallık, emeli reallıklarımız var. Bunu ekran yüzü gelip çıksak bulduğun hatta ki teyakip koygan senaryolarımız var. Ama bunu elip çıkış için qarindoshlar en mühimi her bir anlı köydünler. Aynı barliq imkoniyatimiz, cheklik imkoniyatimizdan foydalanib, mayli turmunun içini eksettirish uchun bo'lsin, mayli kiyim-kechakda olsun, mayli artistlarimizning bir şekilde qamlashtirib bir rol alishi olsun, mayli rejissörlerimizden yaxshi şekilde mushunaq şekilde bir eklalishi olsun, bir iqtidorli insonlarimiz atrofimizda bor ekan. Ama bununla en mühim bo'lgan narsa iqtisod ekan qarindoshlar. İqtisodga bir qitim yanchiqimizni ko'chilaydiganmiz, ikki qitim ko'chilaydigan, uchinchi qitimda biraz eg'ir kelgan. Endi men bu yerda 10 ming, hattoki 20, hatta 30 ming odam ko'rishi mumkin. 3 ming odam bilet olgan bo'lsa 10 dollardan 30 ming dollar bo'ladi qarindoshlar. 30 ming dollarga bu filmning chiqimi 20 ming dollarga yaqin chiqim ketdi qarindoshlar. Bu yerdan yana rambi rahmatimni bildirib olmoqchi. Qarindoshimiz yana İstanbuldagi bizning doktor, ixtisosunas doktorimiz Burhan City qarindishim dal shu kuni 8000 TL hisobotimizga yotqizgan bo'ldi. Allah razı olsun bu yerda qarindishimizga. Allah'a rahmetimni bildirme. Şu film grupumuz qarindoshlarga vakolatan Allah'a rahmetimni bildirme. 8000 TL
$1000'dan oşuq bol Türkiye'de qarindaşlar. Onun için bu qarindişimga tekrar rahmetimni bildirme. Allah razı olsun. Yeni birisi bizning Kanadadagi Sharq Turkiston jamiyatining raisi To'yg'un Abduveli efendim 1000 Kanada dollari i'ona qildi. O qarindishimiz 7-ayda dal filmimiz ishini bulab xabarini anglagandan keyin bu qarindishimizni aytdi. Dal vaqtida biz bilan aloqalashib, qarindishim sizlarning mush filminglarni muboraklayman. Buning uchun az olsun ko'nglimni izhor qilay deb $1000 Kanada dollarini qo'limizga Istanbulda tekkizdi. Bu yerda bu qarindishimizga alohida rahmatimni bildiraman. Demak qarindoshlar, demakchi o'g'limiz agar filmimizni keyin kim texmi keng shaklda texmi yaxshi shaklash uchun iqtisodga ehtiyojimiz bor. Bu yerda men pul beringlar yoki pul yonjig'ayli degan gapni qilmayman. Faqat shu hozir nimaning men PayPal numarimiz bilan faqat nima Türkiye Bankası'nın hisobat numarini kirgizib qo'ydim. Bununla Türkiye Bankası'ga qanchalik adam qanday onu bilmayman, ama uraman deb menga menden aloqalashgan qarindoshlarim bor. Allah razı olsun deyman, ama o men hisobatini hozir bu yerda ko'ranmaganligim uchun manchalik pul kiribdi, anda bo'pti deb sizlarga hisobotni berolmayman. Ama shunday ko'ngli bor, shuning oxirini davomini degish qarindoshlarimiz. Buning uchun abam deganimizdek iqtisod ketdi. Kinoxonaga kirsakmi 10-15 $ga bilet ilib kinoda xallarda ko'ratdik. Bu abam uning oldidagi programmalarında dedim men, biz bunu bir azraq xajlagan shu chiqimimizni chiqarib olib, shuning o'rnini yana bir shaklda yana bir kino filmga dasmiy solsak, yana bir shaklda yan film ishlasak degan umidimiz bordi. Ama Xitoy virusi sababli kinoxonalarda qo'yishimiz va yoki insonlarni bir joyga yig'ib qo'yishimiz bu imkoniyatimiz bo'lmadi. Buning uchun biz endi buni keyinigani so'zaverishning o'rniga kelajak festivaliga boshqa shaklda qatnashaylik, ama xalqimizga hech bo'lmadi deganda Cumhuriyet kunimizga ulgatib buni qo'yavitaylik degan shaklda qarorni elib turib, bu Cumhuriyet kuniga ulgatib buni YouTube kanalimizda qo'yib etdik qarindoshlar. Hattoki buni pulliq ulab qo'yish imkoniyatimiz bo'lsa-mu, unda qilmadik. Chunki qarindoshlarimizga hammamizga bir tunji asarimiz, qarindoshlarimizning duosi olsun. İnşallah xalqimizga aniq shaklda bu ahvolimiz degandan keyin xalqimiz o'z shaklida bir uning shu bizning YouTube kanalimizning ostidagi tushuntirish o'rnida bizning PayPal numarimiz, bizning hisob numarimiz, Turkiyadagi hisob bank numeri bor. Şu arkaga o'zining ko'zining ko'nglini izhor qildi. Manch pul va anch pul va anda olsun manda olsun degan gapni qilmadik. Ama hal kim bir kinoni ko'rgan shaklda normaldagi bilet bahsi bo'yicha uninkidan basun shu shaklda davomini ishlayli. Anandan keyin texnik yaxshi shakldagi narsalarni olib chiqili. Nurg'un qarindoshlarimiz fikr berdi. Bu ham ona tilimizni saqlab qolishga, ham xalqimizning ideologiya jihati tarbiyalashga nihoyat ahamiyatli roli bor ekan. Film orqali qilsak, hem avlatlarımızga bir tariximiz qilib qoladi. Yana birisiga ana tilimizda ishlangan filmlar o'lchamlik bo'lgan ana tillarimizda shu so'zlarimiz qilib qoladi. Balalarımız ko'rsa ansı undan ügünüdü. Anandan keyin deganda bizning ideologiya asosimizni yaratishga, jamiyatimizdagi bo'layotgan ba'zi bir tanqidlashga tegishli narsalarni ekran orqali tanqidlashga, xalqimizni Xitoy tajovuzlariga qarshi turishda, Xitoyni dushman deb bilish, Sharq Turkistonning ideologiya asosi bo'lgan Vatanim Sharq Turkiston, dinim İslam, millatim Uyg'ur, dushmanim Xitoy tajovuzchilari degan ideologiya asosida xalqimizni birlik ikkalagiga bo'lgan bir shaklda yetakchi bo'lgan ideyalarni, yetakchi bo'lgan xalqimizni yetaklashga tegishli filmlarni ishlab chiqarib bo'ladi ekan. Hattoki o'zimizning vatanimizda ishlanmagan shu ikki jumhuriyatimizning tarixini ham ishlagan bo'ladi. Anandan keyin jo'ygandiga bizning shu taki Sutxbora bizning sultonimizning hayotidan tortib ba'zi bir o'zimizning hayotliqi tarixidagi Sharq Turkiston tarixidagi muhim voqealiklarni kino qilib ishlagan bo'ladi ekan qarindoshlar. Buni mana albirlarda ko'rganlaridek mana shaklda film shakliga akillar ekanmiz. Buning uchun nurg'un ixtisosli xodimlarimiz, 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 nurg'un ixtisosli xodimlarimiz,
şekildeki insanlarımız varken dünyanın her qaysi yerlerinde şularni bir ekagida buludu iken bunun asası iqtisodken endi sen bu nebjan ketkicham pulning gibini digildi vadash tijorat kuchdi deb ketmanglar. Demakchi o'g'limiz mush ishlarni qurashtirib olib chiqishning asosi iqtisodkan. Iqtisod ne? To'g'ri yoga ishlatalisak, to'g'ri hisobini beralisak texim yaxshi natijali ishlar vujudga chiqadi ekan. Agar bu pulni elib bu dunyoda hisobini beramasak, u dunyoda albatta beramaymiz qardoshlar. Shuning uchun biz kimdan pul olgan bo'lsak, Alloh xolisa, bugungacha olib qolgan bo'lsak, hisobini berib keldik. Inshaalloh hisobini beramiz. Hisobini bu dunyoda beramagan inson u dunyoda ham bermaydi. O'zimning rahmatini hamda o'zimning o'ylig'ini degan bo'ldim qarindoshlarimning gapimning to'g'ri yerini qabul qilib, to'g'ri shaklda qabul qilishni umid qilaman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.